Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, parranda ishqibozlari. Uzr, ko'p vaqtdan beri video ko'ra olmadim. Ishlarim bilan bo'lib turib, qo'lim deyman to'g'risi. Mana bugun sizlarga xudo xolasa, endi o'tganlarimizni qanchalik qay tarzda chalim katta bo'lganlarni ko'rsatamiz xudo xolasa. Endi menga uncha bilinmaydi. Sizlarga ham yaxshi bilinsa kerak. Mana Уже necha desam ekan, 1,5 kilodan o'tdi herhalde xudo xolasa. Endi примерно aytaman-da, to'shni. Endi qo'lim taraz emas xudodan. Shundan Yana o katta endi o'tganmiz. Xo'rozimiz. Sal aldirroq bir oycha bo'lib qoldi o'xshaydi. Hayot ko'rganimizda shu bilan denglashdilar. Unda nobud bo'lgan kichkina endi o'tganlarimiz enasi. Endi farqini ko'rasizlar o'zingiz taqqoslab. Chalim katta bo'lgan. Farqlarni ko'rishingiz mumkin. Patlar ham o'sib, qanotlari o'sib, kichkinalarimiz ham xudoga shukr shu 1 kilom teyinda bo'lib qoldi menimcha. Unda ne qara ingichka, shu yana ingichkamiz. Mana yurishlari. Endi bir abid bo'lib qoldi. Xudo xolasa bir zamondan bular dam berish jarayonini ham video qilib addenni qo'yib beraman xudo xolasa. Уже qornlari och bo'ldi bular, yoqa-yoqa yurib boshladilar. Уже ko'rishlaringiz mumkin. Ulu xo'rozimiz katta, kichkina erkak mushuklarimiz. Уже почти denglashdi bo'ylari, qanotlari o'sib boshladi denglashib. Bunda qarab kichkina inishkamiz qanadi. O kasallanganlar qarab bir ikkisi ulaymay qoldi uncha. Baribir uncha yaxshi bo'lmadi. Nega ketdi bu? Sakrans bulardi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Kichkina voqqani o'tgani, ana undagi yotir. O'g'lu erkagimiz bilan. Kichkinasi bor, nerga ketdi u? Ha, shu ekan kichkinasi. Mana ko'ringlar. Kasallansa, o'zi kichkina bo'lib qolaveradi ekan. Yaxshi bo'ldimikan desa, baribir bo'lmabdi, bu yaxshi bo'l. Lekin yeb ishlari yaxshi, normal yuribdi. Yana bir suvaradi, nerede u? Qanadi u? Oynayotgan o'xshaydi. Mana shu ekan. Ikkinchisi. Mana ikkinchi kichkinamiz. Yana shunday gaplar. Bir xalta kepakni 6 kunmi? Uzog'i 1 hafta yeb turibdilar. 75 ming so'm tushibdi kepak. Shunday yetib turibdi ishqil haftasini. Примерно. Bir kun plus minusi bilan 6 yo 7 kun yetib turibdilar. Endi xudo xolasa ichine o'sha ham qo'shib beraman bularni nasib etsa. Ulu xo'rozimiz eng ulisi. Endi kichkina vaqtda olingani. Boshi уже 1 kilo 600, 1 kilo 700 chiqar. Yana boqlar ham chotki. Zoti zakonli ekan shulardan. Katta ingichka bo'ladi xudo xolasa.
Bunda var yana bir qora. Ajoyib. Yirik narsa bo'ladi Alloh xudo xolasa. Zot alashaylardan da. Bu o'zimiz olgan xo'rozimiz hali bo'layanda. İnşallah ipişemi qaladı Alloh xudo xolasa yanında. Bu yirikligine qaranglar buni. Farkını. Öt. Ana, demek o'zining kichkinaga. Şimdi gaplar. Hozircha mah. Bular shu yoq bilan bir yetib yatdilar, ochgandan keyin bo'lmasa birali. 3 soat bo'lmadi o'xshaydi yeganda. Mah. Aldığın videolarını görsem gülesim gelerdi bulardı. Çay oldu. Ağustos başında 4'ünden 5'inde alıngan ekan. Bunda 2 ay oldu. Evvel aldığın videoları görüp durup doğrusu qonama Xudoga şükür katta bo'ldilar deb. Xudo xolasa yana bir uzoq 1,5 oylara sotka deb bo'lmasmikan deb niyat qilib o'tiribman. O'zi elimdagi partiyadan chiqqanlari menimcha shu 1 oy atar bo'lsa kerak deb o'ylamayman shu. Eng kattasi shu. Qanatam o'zi o'sgan. Mah. Hozir ko'rsatganimni jubani ko'rsataman. Birga chiqqan. Yine bu qora ola urg'ach shuni naparniki. Yine eng kichkina endi o'tganlarimiz shularni. Eng kichkinalari. O'zlar ham osham shu 1 kilodan ziyodroq ekan deyman. Mah. Yine yürüyüşleri. Mah. Hiç kim işanmıyordu bulara. 2 ay burun. Ne desem ekan 50 gram mıydı, 100 gram mıydı bular. Şimdi boğan desem. Yine ana yengishamiz. Taqqoslab tenglashtirib olaveringlar. Qanchalik katta bo'lgan. O'zi topish qiyin. Qanoti o'sganligidan rangi qora-ku boshqalarga qaraganda. Shundan topib bilsa bo'ladi. Agar ola bo'lganda bular ichidan topish qiyin uni. Pashti hammasi birday bo'lib ketgan bular. Bir parcha chiqqanday bo'lib. Bir mana busi eng katta xo'rozimiz. Oqlarına qaranglar, yirik. Ko'rdingizlarmi? Mah. Ajoyib 4 kilo 5 kilo narsa bo'ladi bular xudo xolasa. Kaminda. Hali bu xo'rozimiz hali boladan. Menimcha kichkina bo'lib qolib ketsa kerak. Yana bilmayman dag'in vaqt ko'rsatadi. Esa hammaga omad, sog'lik, salomatlik. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Shuningdek, xudo xolasa foydali videolar chiqarishga harakat qilaman. Обязательно obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Esa hammaga sihat, salomatlik tilaymiz. Hammani pandasini, chorvalarni baraka tilagan holda sizlarga omad tilayman hammaga.